Do'stlar, hammaga xayrli kech, kuni farqi yo'q. Ahror Alixonov kanaliga xush kelibsizlar. Bugun bizda yangi rubrika, uni nomi Aqlvoy. Qarsaylar. Bu debyut birinchi soni bo'lib, bizda mana shunaqa ajoyib mehmonlar bor. Bugun bizda mehmonda ajoyib va latofatli abuzer. Latofat. Har bitta sinfda Zubrilla bo'ladi. Shu bizda ham bor, bo'lmasa bo'lmasdi. Azamat aka, teacher Azam. Qarsaylar. Okey, qarsaylar va prosta chiroyli qiz. Balibo bo'lish kerak. Kerak. Rayhonmi. Krashixa. Senga yoqadimi Rayhonmi? Yostali. Unaqa dema, sani qizing bor. И? Осуждаю, ладно, все. Короче, bizda Aqlvoy degan ko'rsatuv hozir Aka, qaysi kanalda ketadi? Zo'r TVdami? Aqlvoyda ketadi. Xullas, ishtirokchilar bilan tanishib oldik. Endi esa shartlarga o'tamiz. Hozir sizlarga hammasini tushuntirib beraman. Let's fucking go, bro. Xullas, bizda 3 ta mehmonimiz bor. Ularga 12 ta har xil toifalardan savollar tayyorlab qo'yilgan. Har bitta savolning o'zini balli bor. Ishtirokchilar savollarga javob berishi uchun qo'ng'iroqchani bosib to'g'ri javob berishi kerak. Aksincha, noto'g'ri javob bersa hisobidan yechilinib olinadi. Va tanlangan savolga keyingi ishtirokchi javob berishi kerak. O'yin oxirida eng ko'p ball to'plagan ishtirokchi g'olib bo'ladi. Xullas, o'yin davomida o'zingiz hammasini tushunib olasiz. Kstati, yana bizda bitta narsa bor. Oxirida ko'p ball yig'gan odamga bizda sovg'a bor. Qanaqa sovg'a? Butun dunyoga kerak bo'ladigan uskuna, Oy. ventilyator. 50 ming so'm olganmi? O'tgan safar 75 ming oldim. Ventilyator demaylik, o'zbekcha so'zlar bilan aytaylik. Shamollagich. Shamollagich, yelvizakkator. Bizda 12 ta kategoriya bor. Pan yoki propan, tushib tashagan, alfavit, jinsni top, qanaqa kelin, shior yarat, muallifni top, nima bu, damaslar, zakovat, geografiyadan 2. Sabablar qolib ketdi. Sabablar ham bor ekan. Savol ko'rganingizdan keyin srazu kim birinchi kolokolchikka bossa, o'sha odam javob beradi. Savol shunda ekranda chiqadi. Lekin bitta narsani ham aytib o'tib ketay. Bosdingiz, savolga javob bermadingiz, minus ball. Bo'pti, okey, давайте boshlaymiz bo'lmasam. Birinchi raunddan srazu Rayhonmi bizda boshlab beradi. Halla Rayhon. Qanaqa kelin kategoriyasi? Qanaqa kelin nechi ball? 200. Okey, хорошо. Qanaqa kelin 200 bizda Rayhonmi tanladilar. Tayyormisizlar? Ketdi. Qanaqa kelinligini topishinglar kerak bo'ladi. Narkoman kelin. Yo'q, Rayhonmiga minus ball, minus 200 Rayhonmida. Narkoman kelin. Bunaqa emas lekin. Bunaqa emas. Kada. Podkastga berdi va kim может omadinglarni sinab ko'rarsa, Abu? Yetimcha kelin. Yo'q. Omadingizni sinab ko'rasizmi? O'ylayapman. Men shu nimasidan bilishga harakat qilyapman-da, bekorga emas-da, ustiga ro'mol o'rab olgani. Jinkirib olganmi buni? Ro'mol deb nimani bildirishadi o'zi asosan? Hokimalar yo'q bu, to'g'rimi? Xo'p, men qarang, yuziga, podkastga beraman. Qo'rqqan kelin. Yuziga qarab turib, nimani tushunasiz? Qochqin kelin. Kim? Nima bo'lyapti bu qiz bilan hozir? Jinkirib olgan. Xo'p. Jinkirib olgan qiz nima bo'ladi? Jinkirib olib aqldan ozgan kelin. Yo'q, yaqin lekin, yaqin. No, Azamat akaga minus 200 ball. Kelin ham jinni ekan. Da, shunaqa yarog'ida, telba kelin. Belli. Lekin yaqin kelingan ekan. Yaqin keldinglar lekin, yaqin keldinglar. Bizda birinchi raundda hammada minus 200 ball. Zo'r boshladik. Da, zo'r boshladik. Keyingisini bo'pti, mayli. Azam aka tanlab bersinlar o'zlari. Pan yoki propan 300. Pan yoki propan 300. A, B yoki C. A. Молодец! Topda Abu. Yaxshi. Abuga 300 ball. Abu endi yutyapti. Abu Nima молодец. bu? Shunda prosta tak xohlaganini aytish kerakmi? Ya, bu shuni Yo'q, pan yoki propan. random, короче. Pan yoki propanda random. Shunaqa. Любой bo'lishi mumkin. Abu tanla, давай. Tak, alfavit 300. Alfavit 300. Ismi R dan boshlanadigan 5 ta futbolchini ayting. Kim birinchi bossdi? Men bu Ayting. Ronaldo, To'g'ri. Ramirez, Rodrigo, To'g'ri. Remy, Fransiya ligasida o'ynagan. Ism? Romario. 5-chi. Любойni to'g'ri. Romario 98-yil. Qasam ichinchi, Realni bordingchi? Romario 98 finalda o'ynagan. Kilianus deyinchi, Kilianus. Bo'pti, Azam akaga plus ball. To'g'rimi? To'g'ri. Молодец, yaxshi. Ramirez, Romaris, Rumarakaragarus.
Azam aka endi siz boshlab bering. Ha, yana topsam yana bosaman, to'g'rimi? Ha, Tanlayman. topilik top S. Ey, kimsan? O'zing kimsan? Nima qilib yuribsan bu yerda? Qani yo'qol meni hududimdan. Yo'q. Nima asabimni sinamoqchimisan? Ha, Unda o'zingdan ko'r. shu ham zarbami? Mana haqiqiy zarba. Nima qilyapsan? Bu bizga ko'chada ovqat tayyorlab beradigan yagona bola edi. Endi nima yeymiz? Bolakay, sen uzun tezkor haqida bilmaysanmi? U yerda doim katta chegirmalar bo'ladi. Hozir esa 1+1 aksiyasi ketmoqda. Bemalol Oqtepa lavashdan lavash et o'rsang bo'ladi. Xullas shu video ostidagi havola orqali o'tib, ilovani yuklab oling. Buyurtma qilayotganingizda mening Ahror promokodimni ishlatishni unutmang. Davayte jinsni topamiz 600. Jinsni topamiz 600. Bu kim? Bu kim? O'g'il bola. To'ppa to'g'ri. Come on. Молодец, Ayxonmi. Gap yo'q. O'g'il bola. Bizning ssenaristimizga alohida rahmat. Shuni qilib berganga. Gey bo'lsa kerak. Yo, buni isboti qani? Yo, buni isboti qani? Да все, завали свой сос ебаный, ты, блядь, мразь. Bo'ldi, isbotli ssenariy shuni xohlagan bo'ldi. Просто ishonishimiz kerak. Topishinglar kerak bo'ldi. Mo'sh geydir. Bo'lishi mumkin. Men sizlardan oshib ketdim. Ha, Rayhonni oshib ketdi. Rayhon menda 400 ball va siz endi tanlaysiz. Sabablar. Sabablar nima? 500. Sabablar 500. Oy. O, meni yaxshi ko'rgan sababim. Ahror Alixonov YouTube kanaliga obuna bo'lish uchun 5 ta sabab. Bosinglar. Azam aka hayitda qolasiz aka. Birinchi va eng muhim sabablardan bittasi bu yo'da Techirazam ora-chora chiqib turishi. Mayli. Mayliga deychi. Ahror Alixonovga obuna bo'lishning sababi obuna bo'lish orqali siz qolgan cringe blogerlar ham o'zini kanali ochishdan saqlab qolasiz. Chunki hamma Ahror keladi, bo'ldi. Hech kim o'zinikini ochmaydi. Oppa. 5 ta yomon kanaldan bitta yomon kanal. Yo'q, men yoqmadi. Yo'q, men sabablarni keltiryapman. Videochi yoqmadi aka. Uchinchi sababi esa Yo'q, ikkinchisi bo'lmadi, men yoqmadi. bu chunki Ahror Alixonov kanalida barno yigitlar ko'p. Bu qizlarga sabab. Lekin shu bilan shunga yarasha latofatli qizlar ham bor. To'ppa to'g'ri 3 ta уже bo'ldi. To'rtinchi sababi Ahror Alixonov kanalida men e'tibor berganman, videolarda svet juda ham yaxshi qo'yiladi. Yaxshi. Va 5-sababi montajlariga gap yo'q, haqiqiy harom montaj. Bal uchun qancha yolg'on gapirdim a. Azam akaga plus ball, plus 500 ball tabriklaymiz. Let's go. Azam aka endi siz boshlab bering, nimani? Давайте alfavit 600. Alfavit 600. T harfidan boshlanadigan 5 ta shahar ayting. Gapiraylik. Toshkent, понятно, birinchisi. Toledo degan shahar bor Afrikada, ko'rish. Хорошо. Nima ishonaman, просто aytib qo'ysangiz ham bo'ladi. Okay, Transilvaniya degan shaharcha bor. U yerda Drakula bo'lgan vampirlar haqiqatan qasrlari borib, Qaysi shahar dedingiz? Bolgariyada nima o'zi Ruminiyada, uzr adashdim. Transilvaniya Ruminiyada joylashgan. Men Ruminiyaga как раз yaqinda bormoqchi edim. Nima bilan borasiz do'stim? Qanaqa borsa bo'ladi Ruminiyaga? Aviasales. Kassadan tezroq. To'g'ri. Nega aynan aviasales.uz? Chunki u yerda eng arzon avia chiptalardan tashqari mehmonxonalar ham bor. Video ostidagi havolaga o'tib, ilovani yuklab oling. 3 ta, okey, хорошо. To'rtinchisi Tennessee, AQShda. O'tga ham aviasales orqali borsa bo'ladimi? Viza Trump amaki bersa, borsa bo'ladi, nega endi yo'q. 5-chi shahar Epstein oroli. Tega. Avstraliyada yoki Britaniyada Townside degan shahar bo'ladi. Nima bir Toshkent deysiz? Toshkent, понятно, birinchisi. Aytdim-ku birinchisida. Aytdingizmi?
Voy jinni ekansan sen. Tayland bor. Yo, ular shahar emas-ku. Toshkentga qanday borsa bo'ladi do'stlar? Toshkentga qanday borsa bo'ladi? Как раз aviasales demoqchi edim deganim. Bonusiga chunki Tennessee shtat bo'lishi mumkin, o'shaning uchun Taraz shahrini ham qo'shib keturamiz. Необычныйsiz aka. Hayotimda eshitmagan davlat shaharlarni sanab tashlaymiz. Okey, endi bu yerda umuman Besh gap shansi. so'zlarsiz Azam akaga plus ball qo'shib beramiz. Yaxshi. 1200. Хорошо. Yigit kishi omad bilan o'ynashma. Azam aka tanlang. Alfavit 500. Alfavit 500. Ismi M harfidan boshlanadigan 5 ta qo'shiqni ayting. Qo'shiq. Hop, birinchisi Makar Qo'shiqcha. Qo'shiqcha, uzr. Ведущий dal qo'shiq deb o'ylanman, uzr. Mayli qo'shiqchi bo'lsa ham, no, birinchisi albatta Michael Jackson. Madonna. Aha. Metallica guruhi kiradimi? Metallica'da, da. Mavlud Asalxo'jayeva, rahmat. Metallica'dan keyin sirasi. Kontrast qara bilan. Yaxshi, yomon emas. Yana bitta o'zbekcha anaqamiz bor, bizda qo'shiqchimiz bor. Ha, bor. Bor. Bo'ldi. Mansur Toshmatov bo'larmidi? Mansur Toshmatov aktyormidi, qo'shiqchimidi? Qo'shiqchi emas. Mansur Toshmatov, come on. Munisa Rizayeva. Munisa Rizayeva to'g'ri. Lekin bularga ham bonus qo'shib beramizmi? Ну, bonus, как будто бы mayli. Azam akaga plus ball, yaxshi qarsanglar. Qaranglar, sizlarda ham esi shu knopka bor, bossanglar bo'ladi, bilasizlar. 500 bo'lsa, agar o'rtoq sudya iloji bo'lsa, 300 manga 100 dan bularga bo'lmaydi. 100 dan ball qo'shib beraman. Rahmat. Voy, mana shu tilla qolib ketibdi-yu. Boshqatdan qilaylik bo'lmasam. Aksent bilan gapirdim, esimga tushib qoldi. Okey, Azam aka tanlang yana. Okey, Bosaman, farqi yo'q. Topsam. Bo'yni bosib. bo'pti. Qanaqa kelin 100? Qanaqa kelin 100? Semiz kelin. To'g'ri, почти. Yaxshi. Yaxshi, Abuga plus 100 ball. Semiz kelin. Senator kelin. Yo'q. Okey, Abu tanla. Qanaqa kelin 300? Qanaqa kelin 300? Voy bala. Modifikator bu mavzudagi savollarga taxminiy yaqin javob berish mumkin. Aniq javob berish shart emas. Menda bor bu funksiya endi. Bu funksiya bor. Da, Abu, любой Qanaqa kelin 600? Qanaqa kelin 600? Nuka? Yaqinroq javob berishim Ha. kerak. Town kelin. To'ppa-to'g'ri, muttaham kelin. Ikkita so'zdan bittasini topdi-da, chunki Bu da yaqin to'g'ri. To'g'ri. Kelinini topdi-da, хотя бы. Da. O'shanga taxminiy. Молодец, Abu. Давай, yoqasan menga. Ketdi dальше. Pan yoki propan 600. Pan yoki propan 600 Abu tanladi. Qizil, qora yoki yashil. Qora. To'ppa-to'g'ri. Rostdan qorami? Azam aka va? Azam akaga plus 600 ball. Okey, хорошо. Nega demadingiz-da Azam aka? Qanaqa turdi, nima u? Mana ham adidi-ku topdi. Bu mana ham qora просто. Ko'rasam qorada. Давайте, rayhonni tez bosasiz, pan propan tanlayman hozir, okey? Pan yoki propan 500. Pan yoki propan 500. Tosh, qaychi yoki Qog'oz. a? Qog'oz. Nolga tushdimi? Rayhonni. Zo'r Rayhonni. Minus 500 ball. Хорошо, kim? Da. Tosh. To'ppa-to'g'ri, Abu, молодец. Tosh. Plus 500 ball Abuga qarsanglar. Хорошо, Abu, давай tanla. Tak. Qara, lekin modifikator hali ham ishlayapti. Qanaqa kelin 500? Oy, easy, просто easy. Yetdi. Bosishga tayyor tur. Birinchi bosdim, lekin. No. Hop, siz topib ko'ring, birinchi bosdingiz. Ha, birinchi bosdim-da. 100%. 3 talik kelin. 3 talik. Traynoyda. Noto'g'ri. Yaqin kelmadimmi? Yo'q. Ha, menga ishlamaydi Ishlamaydi-yu modifikator, faqat Abu bilan. Abu. G'iybatchi kelinlar. Ha? G'iybatchi kelinlar. Kelinlar qo'zg'oloni. Ko'rganmisiz nima? Yo'q. Ko'rganmi? Chunki realni g'iybatchi kelin. Plus 500 ball Rayhonmiga. Молодец, yaxshi. Rayhonmi tanlang. Kelinlar bo'la qolsin, tugatib qo'yadi. Qanaqa kelin 400, to'g'rimi? Okey. Aura kelin. To'g'ri. Dushmani kelin edi. Yaqin keldi. Kelin so'zini topdi. Kelin so'zini topdi. To'g'ri, o'shanga 400 ball qo'shib beramiz Abuga. Молодец, давай. Gap. Abu tanla. Pan yoki propan 400.
Pan yoki propan? Torius. Modifikator savolni istagan ishtirokchiga o'tkazib yubor. Savol. Sen birinchi kimdirga o'tkazib yuborishing kerak, majburiy bu. Kimga o'tkazib yuborasan? Rayhonbekga. Хорошо, Rayhonbek kartalardan bittasini tanlang. Uchinchisi. Jack, Queen yoki King? King. King? Milla, noto'g'ri. Minus 400 ball, uzr. To'g'ri javob berishim kerakmi? Ha? Haligacha unaqa qoidalarni tushunmadingizmi? Prosta chiroyli bo'lib o'tirish ham yetmaydi inaqda. Qaynana kelin 100 qolib ketdimi yo tugadimi? Yo'q, bo'ldi. Qanaqa kelin, qaynana emas. Ha, bila, so'ra. Queen. Noto'g'ri. Voy bayla. Jack, Bu Jack, bo'lsa Jack, topib Jack, ko'rarsan. Yo'q, siz bo'ldi, unaqa topa olmadingiz. Ushol jeb. Mani mashinam kabriyali. Topa to'g'ri, Jack. Qarzi. Easy. Qanaqa topding? Qanaqa topdim deb o'ylaysan? Молодец. Abuda 2200 ball. Молодец, Abu. Rayhonbek lekin cho'ta sus. Tushib tashagan 600. Tushib tashagan 600. Mana minus ball bo'ladi hozir. Tushib tashagan 600. Ryan Gosling shu aktyor bilan 5 ta tushgan filmlarni nomlarini aytishingiz kerak. Bosdim, ayting bo'lmasa. Afsonaviy Drive, To'g'ri. xotira daftari, Nima degani u? Dnevnik pamяти, notebook, Хорошо. Blade Runnerligini 5 marta ko'rdim. Хорошо. Albatta endi bilaman. To'g'ri. Kaskadyor filmi yaqinda chiqdi. Молодец. Yaxshi. Undan tashqari Молодец, to'g'ri. Uzr aka. Xolos o'tiring o'rnimga. joyini bilib. Paul Nelson degan filmi bor, o'shanga Oscarga qo'yilgan shu bola. Eng muhimini unutdingiz. Yani Barbie ham mayli, u ham bor. Hamma Barbie girl. Azam aka to'g'ri javob berdilar. Aqllilar baribir. 5 ta topganlar uchun 600 ball qo'shib berdik. Mana qanaqa filmlarda taxminiy endi ko'rasiz bo'ladi. Azam aka bo'lmasam siz keyingisini tanlashingiz kerak bo'ladi. Давайте tushib tashlagan 500. Tushib tashlagan 500. Balin 5 ta filmmi endi bu bilan? Farruh Soipov o'ynagan 5 ta filmning nomini aytishingiz kerak bo'ladi. Oshiqlar, Хорошо. Panoh, to'g'ri. Qalbim o'g'risi, Kelginda kelin va Sagdiana filmi. Bor. Da? Okey, давайте, хорошо. Shomudin 5 Azam ta akaga bilan lekin bor. plus 500 ball. Yaxshi, okey. Azam akada hozir 2,5 ball va siz birinchi Tushib ketgan bo'lasiz. 400. Yutqizdi Rayhon. Tashlagan 400. Tushib tashlagan. Okey. Ulug'bek Rahmatullayev. Ulug'bek Qodirov. Ulug'bek Qodirov tushgan 5 ta film. Kim birinchi bosdi? Rayhonbek bosdi. Bo'pti, давайте. Rayhonbek. Nomlarini bilmayman lekin kinolarni. Nimaga bosdingiz bo'lmasam, jigarim? Jigarim. Telba degan kinoga chiqqan. Bilsin, ba'di bitta. Nomlarini bilmayman lekin. Keyin Zarina Nizomidinova bilan ham bitta kinoga. To'g'ri, da, bor. Nomini aytmaydimi? Yo'q, menga yoqdi mana shu. Zarina Nizomidinova degan yoqda. Shu joydan men davom ettirsam. Давайте. Xayriya ko'rinishiga qanchadir beramiz, mayli. Demak, o'yin filmida Bitta endi qo'shimcha qilib o'tib Можете чуть-чуть поменьше пафоса добавлять? Можно? Oddiyroq gaplasha olasizmi? Mana shu auditoриyaga. o'yin filmi O'yin filmi. Panohda ham chiqqan. Panohda ham chiqqan, to'g'ri. Sevginator. Sevginator. Chiqqanmi? Yo'q, ana Baronda ham chiqqan. Baronda ham chiqqan. Baronda ham, Sotqinda ham chiqmaganlar lekin. Ruxsat bersangiz, men sizga ball beraman, Rayhonbekga ball beramiz va undan tashqari Azam akaga 1 ball qo'shib beramiz. 1. 2501 ball bor Azam akada. Ajoyib. Yaxshi, okey. Menmi? Luka Jinsini top. necha? 400. Jinsini top 400. Tayyor turinglar. Kim bu? Qiz Kim bola. birinchi bosdi? Qiz bola, men bosdim. To'g'ri. Azam aka qiz bola to'g'ri topdilar. Plus 400 ball, yaxshi. Okey, хорошо. Jussasidan bilinib turibdi. Jussani vargin bilasanmi? Yo'q. Nima degani bu? Jossa. Хорошо. Azam aka, давайте. Alfavit 400. Alfavit 400. Modifikator eng ko'p balli bor ishtirokchidan istalganingcha ball ol. Agar eng ko'p ball senda bo'lsa, eng kam balli bor ishtirokchi bilan ballaringni almash. Voy billah. Afiget. Yigit kishi nomadi bilan o'ynash umidda. Qo'llarimni bankka qo'yib qo'ysam bo'lar ekan. Foiz tug'arda.
Vot bizning o'yinda shunaqa ham bo'ldi. Azam akada endi 500 ball, Rayhonmi endi lider bizda. 2901 ball bor. Bo'pti, Azam aka tanlang endi. Tushib ketgan 300. Lazim yutdi. Nima qilay? Comeback. Matthew McConaughey, voy biladi. Brad Pitt qaysi 5 ta filmda tushib tashlagan? Hop. Troya, Troya, Benjamin Button, Benjamin Button, Formula 1, Formula 1, Baytovskiy klub, Baytsovskiy klub. Tibetda 7 yil. Boshqasini ayting, men просто ko'rmaganman. Hop. Bittani aytib oling. No, Mr. Mrs. Smith. Okay, Mr. Mrs. Smith, yaxshi, хорошо. Azam akaga plus 300 ball qo'shib beramiz. Qoyil! Yaxshi. Aktiv bo'laylik. Okay, passiv bo'lmaylik, давайте. Passiv qilsin. Hop, jinsni top 500. Jinsini top 500. Kim bu? O'g'il bola. Noto'g'ri biladi. Может, kimdir topa olar? Qiz bola. To'ppa to'g'ri. God damn. Qiz bola. Ssenarist точно qiz bolami? Qiz bola, qiz bola. Qiz bola yaqinda bo'lgan menimcha bu. Ayli, все, хорошо. Hop, sabablari 600. Azam akaga plus ball qo'shib. Sabablar 600. Rayhonmiga qo'shimcha 200 ball berish uchun 5 ta sabab. Hop. Rayhonmi oramizda yagona qiz bola bo'lgani uchun albatta. To'g'ri. Bugun 9-mart, endi yaqin 8-mart o'tdi. To'g'ri, ikkita. Rayhonmi bilamiz, katta odam emas, o'shaning uchun kichiklarga yordam berish kerak. Bo'ladimi? Bola. Yaxshi, to'g'risida. To'g'ri, конечно. Undan tashqari o'zi Rayhonning hayotda unaqa baxtli onlari ham ko'p emas. Chunki unisini qo'ydirgan ovqatni ham mazza qilolmaydi. Da, to'g'ri. Bilan dardini bilaman-da. Oxirgisi u просто bor. Rayhonmi o'zi shunchaki tug'ilganni o'zi biz uchun baxt. To'ppa to'g'ri. Afsuski, mana hayotda o'z o'rnini topishga qiynalyapti, chunki bloger bo'lib yuribdi. Shuning uchun ham menimcha yana bitta sabab 200 ball berishimizga. Хорошо, Azam akaga plus ball qo'shib beramiz va Rayhonga yana 200 ball qo'shiladi. Okay, хорошо. Azam aka, давайте. Keyingisini tanlang. Tushib tashlagan 200. Tushib tashlagan 200. Ulug'bek Rahmatullayev tushgan 5 ta film. Ulug'bek Rahmatullayev emas-ku bu. Muhammad Iso Abdulxayirov. Muhammad Iso aka 5 ta tushgan filmni bering. Hop, quduq. Может, bularga ham imkon Men berasiz. yetib olay. Ладно. Isin. Quduq filmi. Quduq. Keyin bularni mashhur qilgan film Xavfli burilish. O'sha yerda qanaqa rolni o'ynaganlar. Хорошо. Xavfli burilish. Choy filmi. Ichsa rostni aytadigan choy filmi. Ha, o'sha ancha mashhur. Tilim qursin. Undan keyin afsonaviy filmdan bittasi bu Sehrli qalpoqcha 2 da Yovuz rolini narkodirlar o'ynaganlar. Okay. Undan tashqari Mening do'stim Jimmadi. Nima unaqa yordam berishdan foydalanmayapsiz? Eli siz shunchalik zo'rmisiz? mening do'stim Jin filmi ham. Okay, хорошо. Abuga rahmat. To'g'ri, da. Qo'shib beramiz. Vot qanaqa filmlar tushgan ekanlar. Все, yaxshi, tushib tashlagan 200 ga 200 ball oldingiz. Хорошо. Блин. Alfavit 200. Alfavit 200. Mushukka qo'yish mumkin bo'lgan Q harfidan boshlanadigan 5 ta ism ayting. Mushukga? Ha. Qo'chqor. Qo'ltiq, Qo'ltiq. qanot. Aha, qanot. 3 ta mana. To'g'ri, qo'shamiz unga va qasmoq ham bor. Qasmoq, qalpoq. Qalpoq. Qusuruq. Lekin 3 ta ekan, 5 ta emas. Men shunaqa xohladim Bo'ldi. Abuga plus ball qo'shamiz, u to'g'ri javob berdi. Yaxshi, молодец. Rahmat. Sabablar 400. Da, sabablar 400. Tayyor tur. Menmi? Maktabdan qochish uchun 5 ta sabab. Rayhonmi? Yaxshi sabab bo'lsin faqat. Хорошо. Maktabdan qochish uchun 5 sabab. Baribir oxirgi darsda hech kim qolmaydi, hamma bilan birga qochish kerak. Ну, окей, хорошо. Maktabdan oladigan bilimni Ko'chada ham olsa bo'ladi. What? Например, Englifydan olsa bo'ladi. Например, oxirgi darsingiz angliskiy bo'lsa, undan ko'rasiz, Englifyga borsangiz bo'ladi. Nega endi yo'q? U plus bitta ball. Ilovani yuklab oling. Da. darsdan qochib kontur o'ynashga borsa bo'ladi, darsdan qochib. Da, yaxshi sabab. To'g'ri. Yaxshi sabab. Futbol o'ynashga borsa bo'ladi.
Endi o'ynash qilib yormaylik. Yana bitta zo'r sabab bor edi, ayta olmayman, kechiringlar. Etchi qani? Yo'q. Ichish, ichi o'tib qolish sababi ham bor. Например, to'g'ri? Suvorish. Suvorishdan-da. Uydagilar chaqirib qolishi sabab. Okey, хорошо. Yana bitta. Keyin darsdan qochish uchun sabab. Biz лично ovqat yeyish uchun darsdan qochardik. Ну, oddiy sabab как будто бы. Ну, давайте еще. Yana bitta. Masalan, qizim bilan ko'rish uchun yoki yigitim bilan. Yigiti bilan ko'rish uchun darsdan qochish. Yigitingiz bormi? Yo'q. So, Rayhonmiga plus ball qo'shib beramiz. Mayli. Qaranglar, Rayhonmida 3000 ball. 3100. Shu joydan ko'rishni boshlaganlar Rayhonmi yomon o'tgan ekan. Uy, bala. Nima shunchalik azamaki tupoymi deydi. Да все, завали свой насос ебаный, ты, блядь, мразь. Okey. Rayhonmi, давай, tanlang. Jinsini top. Necha? 200. 200, хорошо. Kim bu? Qiz bola. Noto'g'ri. O'g'il bola. To'g'ri. O'g'il bola. Azam akaga minus ball, Rayhonmiga plus ball. Молодец, Rayhonmi topdingiz. O'g'il bola. Хорошо, Rayhonmi tanlang. Pan yoki propan. 200. Pan yoki propan 200. Qizil, qora yoki yashil. Yashil. Qoyil. Qandoq? Daydi-da. Tashagan bolaqasi. Okey, tushib tashlagani yopib olamiz. Minus 100 Rayhonga. Sergey Burunov tushgan 5 ta filmni ayt. Ronaldo'yu bu tupoyimizdan. Ладно, Leonardo DiCaprio, men shuni bilaman. Ha. 5 ta tushgan filmni aytishingiz kerak bo'ladi. Yana siz bilasiz. Basketbolchi kundaligi, New York bandalari, qo'lingdan kelsa men tutib ol. O, legendarniy. Ha. 27-mart. Aviator. Проклятие остров. Aviat, в смысле, anomi? Korzinkami? O'sha aviator. Хорошо. Проклятие остров. Doibat qilingan orol. Titanik vaqt qo'y. Mana qanaqa, u rossiyskiy anaqa, ладно. Basketbolchi kundaligi deganimda hech kim tekshirmadi ham. Sizga nima? Alla bordingiz shu Alla joyda? bordingiz-a? O'ylab to'xtashadimi? Voy. Ya, bor. Titanik bor edi. Lekin siz anaqa qiynalish yaxshi ko'rar ekansiz-a? Yo, men miyam shunaqa shidda, Chronologicga keldim yildan. Noldan ko'tarilgan lazım. Tanlang. Хорошо, tanlang Azam aka. Ha, yana alfavit 100. Alfavit 100. A harfidan boshlanadigan 5 ta ot ayting. Ism. Voy, Aziza, Da. Azamat, To'g'ri. Ahror, To'g'ri. Oldindan. Abusher, To'g'ri. Abdulaziz. Abdulaziz. 5 ta. 6-sini ham dabyormi? Azam. Abduaziz. Хорошо, ладно. Azam akaga plus 100 ball qo'shib beramiz. Хорошо. Azam aka tanlang keyingisi. Jinsni top. Necha? 300. Jinsni top 300. To'xta bosaman. Kim bu? O'g'il bola. To'ppa to'g'ri! To'g'ri. Yaxshi, Abuga plus 300 ball qo'shib beramiz. Abu, tanla. Jinsi top 100. Jinsni top 100. Omading kelyapti, qaralaga shunda. Olmadim. Ha, usvet qilmadim. Kim? Sizmi? Da. Hop. Qiz bola. To'ppa to'g'ri! Jussasidan ko'rib. Okey, хорошо. Plus 100 ball Azam akaga. Qoyil. Lekin Rayhonmi sizda reaksiya yo'qroq ekan, ozgina. Yaxshi. Sabablar 300. Sabablar 300. Modifikator. Boshlovchini kuldiring va 400 ball oling. Kim bosadi? Hol, любойga ishlaydi. Bosdim. Давай. Bir kuni diyamish. Yaxshi, хорошо. Нет, давай еще. Bir kuni Azamaga syomkaga ketdi. Diyamish. Yaxshi, хорошо. Abuga plus 400 ball qo'shib beramiz. Молодец. Zo'r. Хорошо. Abu, yaxshi. Давай, keyingisi. Может, senga Demak, menga 2 marta imkoniyat berildi. Qizuv. Men seni yaxshi ko'raman, jigarim. Mana 3. Sabablar 200. Sabablar 200. Sizga ventilyator nega kerakligiga 5 ta sabab ayting. Ventilyator. Da. Okey. Ventilyator nimaga kerakli 5 sabab. Birinchisi, ba'zi holatlarda paypoq tez qurish kerak bo'ladi. O'sha paytda ventilyatorga ilib qo'ysa bo'ladi. To'g'ri. Ba'zida ishga borgisi kelmaydi odam. Yolg'on ham gapirgisi kelmaydi. O'shanda belimi shamollatib qo'yman deyish uchun rostdan shamollatish kerak bo'lsa, Okey, хорошо. bo'ladi. Ba'zi holatlarda endi uyga mehmon kelishi bor boshqa va qanaqadir tanadan turli hidlar chiqqanda shuni yoqib olsa bo'ladi.
Ahror uyingizga borganda ventilyator yoqsangiz bo'ladi. Juda yaxshi. O'zi tasdiryapti oyog'im. Mana. Do'stim qo'y. Yana bitta Uni faqat sababi ikkalamiz bilamiz. hozir mana o'yladim. Biz yoshlikda shunaqa qilardik. Agar Esmeralda serialini kimdir ko'rgan bo'lsa, boshida introsi bo'lganda ovoz avto tuningda qilinganda mana titrab chiqadi. Ventilyator oldiga borib shuni aytsa, xuddi shunaqa chiqadi. Realni. Okey, qo'shamiz. Хорошо. Bo'ladi. Qarsiylar. Qoyillik. Bitta kandidat bor. Azam aka yana plus 200 ball oldingiz. Azam aka давайте. Ikkita anaqa qoldi. Oy, pan yoki propan 100. Boshim chot nimagadir. Pan yoki propan 100. 1, 2 yoki 3. Abu bost, Abu bost. Abu давай. 1 2 To'g'ri. Хорошо. Rayhonbekga plus 100 ball qo'shib beraman. Nimani tanlaysiz Rayhonmi? O'ylab ko'ring. sabablar bo'l. O'zi bitta qoldi. Nima sabablar? Chunki boshqa hech narsa ko'rmayapman. To'g'ri, mayli. Abu qara tayyorgarlik qarab. Ukangizni kaltaklash uchun 5 ta sabab. Uspet qilmadim, Azam aka bosdilar. Et, mayli. Ukamni kaltaklashdim. Tak. Birinchisi mani ukam emas u. To'g'ri. Asrab olingan. Yaxshi. Ikkinchisi prosta tak. Prosta. Lekin urib yuborish kerak. Qilish shart buni. Ha, qilish shart, обязательно. Uchinchisi nimaga u nafas olyapti? To'g'ri, хорошо. Ну реально, да. To'rtinchisi nimaga oldi aytaman. Nimaga uni ismi bor? Nomer emas. Ha, da. Nimaga hayvon emas? Например. Ha, nimaga masalan it emas u? To'g'ri. Yaxshi, заслуженно Abu plus 100 ball qo'liga kiritdi. Va bizda hech qanaqa boshqa kategoriya qolmadi. Biz esa ikkinchi raundga o'tamiz. Hozir esa ballar bilan tanishib olamiz, kimda qanchaligini ko'rib chiqamiz. Rayhonmida 3501 ball, Azamat aka Teacher Azamda 2400 ball, Abu Sherida 3100 ball. Va biz keyingi raundga o'tamiz. Pognali! Sasal! Oyir. Ikkinchi raundga o'tib oldik-a? Ha! Yaxshi, okey. Bizda ikkinchi raund va boshqa уже kategoriyalar, toifalar. Shior yarat, muallifni top, nima bu? Damaslar, saviyali savollar. Azam aka, как раз siz uchun qilganmiz mana. Yaxshi, rahmat. Geografiyadan 2. Rayhonbekdan boshlab qolaylik. Okey? Hurmati bor. Nereal. Multfilmni top 800. Multfilmni top. Ha? Multfilmni top 800. Muallifni top 800. Davay. Bu toifada sizlar yozilgan so'zlarni qaysi qo'shiqchi aytganini bilishingiz kerak, topishingiz kerak bo'ladi. Men senga xatlar yozdim necha bor? Сразу ма. Молодец. Бля, удивляешь, Munisa Rizayeva o'ylabading fit konstay нормально. Abu Sherga plus 800 ball qo'shib beramiz. Молодец Abu. Rahmat. Da Abu, keyingisini boshla. Saviyali savollar 1200. O'zimni saviyali ko'rsa Azam aka oldida ishga olarmikanlar? Qo'yma bunda. Voy, hozir javob bera olmasam minus. Oxiriga jo'q olaylik. Portugaliya qirollik oilasi Napoleondan qochib Janubiy Amerikadagi bu shaharga borishgan va Portugaliya poytaxti deb belgilashgan. Hozirgi kunga kelib bu shahar davlat ramzi bo'lsa ham u poytaxt emas. Diqqat savol. Gap qaysi shahar haqida ketyapti? Ay bilay. Azam aka bilmaysizmi? Hozir Abu? Как будто bilaman. Nuka? Riomida, Rio. Rio. To'g'ri. Rio de Janeiro. Заслуженно 1200 ball qo'liga kiritdi. Bu молодец. Как будто favorit san bo'lasan saviyali savol. Saviyali savollar 1100. Saviyali savollar. Minus ball olgim kelyapti. Bu qush qadim zamonlardan buyon go'zallik va sevgi, poklik va nafislik ramzi hisoblanadi. Bu qush bu qush qisturib qoli qo'shiqlarda, ertaklar va afsonalarda ko'p ishlatilgan. Qadimgi rivoyatlardan birida bu ajoyib go'zal qush o'z o'limini oldidan qo'shiq kuylashi haqida hikoya qilinadi. Diqqat savol, gap qaysi qush haqida ketyapti? Bitta savol berib, bitta gap gapirsam bo'ladimi? Ona tili ustozining nomerini tez ber. Nima? Ishim bor edi, ona tili ustozingni cho'ta. Men Yelena Borisovna zo'r o'rgatganlar. Ismlari ham cho'tka ekan. Moskvada bo'lganman-da. Ona tili degani rus tilida bo'lgan. Ha, O'zbekistonda emasmi?
Всё ясно. O'gay ona tili bo'lgan ekanda. Xo'sh, qaysi qush? Ha, bo'pti. Qaqnus nimada Feniks o'shada. Yo'q. Voy. Ular Azam aka lekin noto'g'ri. Savolga javob beradi deb o'ylamagandim lekin. Sizlar ham shunaqa deb o'ylovdinglarmi? Kommentariyada reska Azamat aka lo'q ekan deb yozib qo'yinglar. Yozinglar. Qanday qilamiz? Sevgi nima? Sevgi poklik va nafislik ramzi hisoblanadi. Sevgi. Oqqushmi? Yibat! Qoyil. To'g'ri, oqqush. Gap yo'q. Rayhonmi comeback. Молодец, Rayhonmi. Da, Rayhonmi, go. Tanlang. Damaslar 700. Okey, хорошо. Ko'rasiz. Bu toifada qaysidir inson Damas yutganmi, yo'qmi, shuni bilib olishimiz kerak bo'ladi. Okey? Damas yutganmi, yo'qmi? Yutgan. To'g'ri! Молодец! Videosini ko'ramiz. Qanaqa yutgan ekan? 25 ta Damas. Hammasi quchoqlab qoladi-yu bir-birini. To'g'ri javob. To'g'ri javob. Молодец. Rayhonni topdilar. Talla Rayhon. Nima bu? 900. Nima bu 900? Bu yerda nimaligini topishinglar kerak bo'ladi. Nima bu? Bu hozir aytaman, mimoza salati. Yo'q, prям anaqani gapirish, personajni gapirishinglar. Bля, Patrikmidi? To'g'ri! Patrik. Azam akaga plus ball qo'shib beramiz. Yaxshi. Yana tanlashim kerak endi. Okey, давайте geografiyadan 2 700. Geografiyadan 2 700. Bilan nima unaqa davommi? S harfidan boshlanadigan 5 ta shahar ayting. Kim birinchi bosdi? Men tug'ilgan joyni ham ayting. Sirdaryo. Sirdaryo shahar emas-ku. Shahar emas? Shahari ham bor, Sirdaryoni. Shahri bor. Guliston bo'pti. Xo'p, Sirdaryo bu. Sirdaryo. Santos, Braziliyadagi. Okey. San Diego, AQShda, Kaliforniya shtati adashmasam. Southampton. Nima u? Klub-ku. Yo'q, Britaniyada bor u. Yaxshi, topdilar. Okey, хорошо, hisoblaymiz. Hop, yana geografiyadan 2 800. Geografiyadan 2 800. B harfidan boshlanadigan 5 ta davlat ayting. Ular nimaga? Birinchi o'qib olavering. 5 barmoq. 5 barmoq. Hop, demak, Butan, Bruney, Braziliya. Bruneyani shokoladku. Yo, Bruney degan bor shahar. Davlat bor, davlat. Хорошо. O'zi bu 5 davlat bormi ekan? Bor. Bolgariya, 3 ta bo'ldi. Belgiya, Belgiya. Buyuk Britaniya. Bo'ldi, молодец. Zo'r, aka. Sizga молодец desam g'alati bo'lardi. Bu yordam bergani uchun ham Davay. plus 100 ball qo'shaylik. Saviyali savollar 1000. Saviyali savollar 1000. Bundan 300 yil avval Janubiy Amerika konlarida ispanlar oltin yuvishga xalal bergan og'ir metallarni jahllari chiqib uloqtirib tashlashganlar edi. Eng qizig'i, vaqt o'tib bu metalning narxi oltindan ham ko'tarildi. Diqqat, savol. Bu qaysi metal? Vaqt o'tib metal narxi oltindan ham ko'tarildi. Haligacha qimmatroq. Haligacha shunaqa. Endi platinum. To'g'rimi? Yaxshi, da. Platina, ну да, platinum. Plus 1000 ball Azam akaga. Rayhonmi, любой narsa bor. Oldi. Любой narsa. Qo'shib yuboradi. Brilliant. Shior yarat 700. Bu yerda sizlar qanaqadir shior yaratishinglar kerak bo'ladi. Shuning uchun ham kreativini ishlat. Abu, avtomobil brendi uchun shior yarating. Sразу ososizda. Qaysi brendingni aytishing kerak? Любой. Bo'ldi. Просто. 3 oyoqda ham yuraveramiz. Bitta ballon tushib qolsa ham yuraveradi. Qaysi mashinaga? Любой brendga farqi yo'q. Давайте еще. Boshqa Boshqacharoq. Хорошо. Hozir aytaman. O'zbekiston yo'llarida ham pand bermaydi. Yaxshi. Я бы купил такой автомобиль. Например, Damas Max-ni. Знает. Okey, 700 ball qo'shib berdim Azam akaga. Hozir sizda eng ko'p ball. Tanlang. Давайте geografiyadan 2 900. Geografiyadan 2 900 da. 3 ta qirollik davlatlarni sanab bering. Ya, o'qib berishimni oldin. Nima unaqa bo'lyapti? O'qib berishimni oldin sразу menga qarab. Yo, 3 ta davlat bo'ldi. Nimadir bo'lsa ham topamiz-da, harakat qilamiz. Qirollik davlatlar o'zi kam qolgan, lekin Yaponiya qirollik, imperator bor hali ham. Buyuk Britaniya qirollik. Bilamiz. Undan tashqari, yaqinda skandal bo'lyapti. Birlashgan Arab Amirliklari. Bu ham qirollik. Yaxshi. Bilan, bundoq qolma, как будто я знаю, da. Endi bildim, siz aytganingizda. Da, to'g'ri. Okey, sizga plus
900 ball qo'shib berdim уже. Давайте. Saviyali savollar 700. Saviyali savollar 700. Bosaman, farq qilmaydi. Oscar Wilde shunday yozgan. Jamiyatda pul haqida boylardan ham ko'proq o'ylaydigan odamlar bor. Diqqat savol. Oscar Wilde qanday odamlarga nisbatan bunday degan? Qashshoqlar. Yebak, молодец bo'lar. Abu nima stream qilasan? Kambag'allar, to'g'ri. Yaxshi. Oscar Wilde o'qimaganman, no, logichni просто qashshoqlar, любой odam. Yaxshi. Mana shu edit qoringlar, anu тупой чел в очках, без очков, пошел. Любой tala saviyali savollar, lekin ko'proq sen javob berding, bildingmi? Muallifni top ming. Muallifni top, bilad, meni, okey. Meni kuchliroq sev, kechagidan ham o'qing, Azam aka. Ha, meni kuchliroq sev kechagidan ham, keragidan ortiq kechagidan ko'p. Kecha qolmas edi yuragimda g'am, kecha sevardingda keragidan ko'p. Bilet, Sevarzarxon deb o'yladim. Men bilaman. To'g'ri. Ozodbek Nazarbek. Ammo hali javobim bermadim-ku. Javoblarni bermadilar. Men Sevara deb o'ylayotgandim. Kimni deb o'ylayapsiz? Lekin demoqchi edim-ku. Ya, уже mayli-da, endi mayli, Rayhonmiga beraylik. Siz ham Ozodbek Nazarbekov demoqchimidingiz? Yo'q, tan olaman, yo'q. Men baribir Sevarada o'rardim. Cheaterlik qildi Rayhon. Yaxshilikka-da, mayli, молодец, Rayhonmiga plus 1000 ball qo'shib beramiz. Lekin agar kimdir javob berishgali bo'lsa, boshqalar Jim o'tirsin. qilmas. Nima menga qarab gapiryapsiz? Через mani pasraytmanmi? Qizim sen gapirdim, kelinim sen eshit. Quloqsiz kelin. Harrom kelin. Voy, bilasizda. Хорошо, Rayhonmi tanlang. Nima bu bo'la qolsin? Necha? 800. Nima bu 800? Nima bu? Men bosdim lekin. Siz bosing. Shiroq. To'g'ri, yaxshi, хорошо. Bilay, nimaga unaqa oson? Shrekmi bu? Nimaga tishlari Shrek qurtlab bu. ketgan? Men Oscar Wilde deb o'yladim, sorry. Nima bu 700? Nima bu 700? Nima bu? Kim birinchi bosdi? Svinka Peppa. To'g'ri. Pepe Vatafa. Rayhon tanlang. Nima bu? 1200. Nima bu 1200? Nima bu? Kim bu tashlang? Anovi. Nu. Ismi kelmayapti. iPhone'da nimadir bor edi. Nu, da, bilay. Marco Royce, hazillashdim. iPhone'ni kreatori. Nu, kim? Steve Jobs. To'g'ri, молодец. Steve Jobsman shu. Voy, shu o'xshatmadi bori. Yo'q, men anaga o'xshatdim. Qanaqa yevreylarga o'xshaydi, burnini qaranglar. Siz kim demoqchisiz? Yahudi, ya Steve Jobs keyin Apple degandan keyin tushundim, rostdan ham o'xshirkan deb. Abu tanla, davay. Damaslar 1200. Damaslar 1200. Damas yutganmi, yo'qmi? Xo'p, bilet. Risku, bilet. Risk. O'zi yutmagan. Yo'q, noto'g'ri. Voy, bilet. Topdi. Endi esa ko'ramiz qancha Damas yutganini. 29 ta. Voy. 29 Damas. Qoyil. Ketdi aka o'ynavordi bilan. Vaqtida bilan 29 million Damas yutib olgan birikin. Zavodini yutib olgan Damas Max'larni. Yaxshi, Rayhonmiga qo'shdik bal. Rayhonmi hozir yutyaptilar, молодец. Gap yo'q. Kambay. Давай, Rayhonmi tanla. Nima bu? 1000. 1000. Хорошо. Nima bu? Men boshqa Sonic. To'g'ri, молодец. Yaxshi, хорошо. Tanlang, Azamat aka. Azamat aka. Geografiyadan 2. Давай. Modifikator. Ballaringiz minusga o'tadi. minus 6900 ball. 2 marta shunaqa chiqdi. Voy, bila, Azamaga. Hayot shunaqa ekan. Hayot shunaqa. O'ng oyoqdan emas, chap oyoqdan turgansiz. O'shancha shunaqa. Dumalab tushganman. 6900 Endi nolga chiqarib, keyin plyusga chiqishingiz kerak. Buni ko'taryapman. Imkoningiz bor hali aka, normalni. Hali bilasizmi, bizda final bor. Yana bosaman, to'g'rimi baribir? Tanlagan. Da, endi mayli. Hozir faqat siz bosasiz. Geografiyadan 2. Necha? Geografiyadan 2 1100. 1100. K harfidan boshlanadigan 5 ta davlat ayting. Hop, Kolumbiya, Keniya. O'zi K dan 5 davlat bormi? Ha. Ro'yxatinglar bormi? Rahmat. Kanada. Okey. Shu. Hozir men kartadan yuribman, hozir. Kambodja. Men kartada yuribman. Qarab bermayman, iltimos. Qayerda yuribsiz hozir? Qirg'iziston deding. Shimoliy Afrikada emas, to'dab turinglar. Qirg'iziston.
Yo'q, Qirg'iziston Q-ku. K deb yozildi. Kirgiziyami? Ha, Kirgiziston deb yozildi. Bo'pti, Kirgiziya. Hozir. Yaxshi, хорошо. Hozir Yana bittasini. Yevropa tarafga o'tib kelmadi, olib turaylik. Mayli, bal beramiz. Okey. Qiynamaymiz aka. Ancha qarab qolibsiz. 30 sezilyapti yoshingiz. Voy, mayli. Tanlang kengisini. Hop, shior yarat 800. Shior yarat 800. Kalish brendi uchun shior yarating. Chiylatib yuring. Chitayim? Chiylatib yurish, конечно. Okey, yaxshi, yaxshi. Chiylatib yuring. Plus 800 ball. Qara minus 5000, normalmi. Yomon emas, yomon emas. Keyin 0 ga chiqadi, eschi. Nima bu 1100? Nima bu 1100? Nima bu? Voy bala. Neger? Barack Obama. Kim birinchi bosuvdi? Bular. Sizmi? Obama. Da. Yaxshi. Lekin nima kukuruza bitta turibdi, unaqa holi yo'q, o'simtasi yo'q-ku. Ko'rma adashtimni, men Holiga qarab, sariq holiga. holiga qarab anu bor, rassom ayol o'tgan, qoshim amnaqali. O'sha deb o'yladim. Ayolmi? Svet tushirilganda, Esa ismi nima edi? Qarang, siz o'sha deb o'yladingiz, o'shaning uchun ham negr dedingiz, to'g'rimi? Осуждаю. Mayli, yetib давайте. Hozir hamma ballarni yig'ganda ham qo'y вообще yordam bermayman. To'g'ri. Onasidan endi saviyali savollar 900. Saviyali savollar 900. Modifikator. Bu savolga xohlagancha ball qo'shishingiz mumkin. Bu so'z yunonchada katta kosa degan ma'noni bildiradi. Bunday katta kosalar yer sayyorasidan ko'ra boshqa joylarda ko'proq. Diqqat. Hop, xohlagancha ball o'ynash. Xohlagancha ball, million qo'ysangiz ham bo'ladi. Bo'pti, hop, 50 ming ballga. Bila. Krater. Anutsa bilan. Savolni bitta o'qing, javobini topasiz 100%. Bu so'z yunonchada katta kosa degan ma'noni bildiradi. Bunday katta kosalar yer sayyorasidan ham ko'proq joyda, o'sha joyda bor deyapti. Boshqa joyda, men bilaman, Oyda ko'p, Marsda ko'p. Hop. Ну, бля, я не знаю. Kim? Qat именно, qat. Ну, Oyda. Oyil. 50 ming ball bilan. Bilan. Erkak ishini olmadi bo'tdi. Hisobla. Qara, 50 ming. Olsoqda o'zim hisoblayman. 41 ming. 41. 46100 To'g'ri. Qoyilligi. Mamnun qilmading-ku, Ahror? Qilish kerak edi. Hech qachon yeta olmaymiz. Aka, ventilator shunaqangi qattiq qilibsiz, a? Oyda, yaxshi. Chunki oyda nima yo'q, foyda yo'q. Aka, endi bemalol telefoningizni olib chekib o'tirsangiz bo'ladi. Mazza qilib. Bo'pti, muallifni top 700 bo'la qolsin. Telefonlarni oldida. Muallifni top 700. O'rnimga bosib yubordim ajdan. Tun bir kun u qaytar. Ummon. Salomatim. Srazu topdi. Muallif tomi Ummon tanishdi. yo'q qo'shig'i. Молодец. Давай, Abu. Hali final bor. 1200, muallif top 1200. Muallifni top 1200. Da. Ayni bahor chog'ida, sevishganlar faslida o'rin olding bexos ko'nglidan, qanday bilmayman birdan, hammasi bu taqdirdan, kamina juda mamnun. Shohruxxon. Sheba. Молодец. Qaysi qo'shig'i? Ayamay. Sizda shior yarat, geografiyani ochaylik 1200. Geografiya 1200. M harfidan boshlanadigan 5 ta davlat ayting. Javob bermasangiz ham bo'ladi. Men boya. Hozir geografiyada 2 boshimni oldin Azam aka mendan qo'ytiradilar. Hozir qo'y. 46 ming dollari bor buning. Yana bitta minus yo'qmi orasida? Bilet keyingi ko'rsatib 46 mingga o'tkazib qo'yaylik. O'zi 2 marta bo'ldi-yu. Yo, siz bossiz, siz javob bering. Xo'p, Makedoniya. Ki harakat qilmang lekin. Topolmadim deb qo'ying. Maldiv orollari. Bu ham alohida davlat. Xo'p, ikkita. Kartada yurma hozir turaylik. Mavritaniya. Mavritaniya bor. Men unaqa aldavordingiz. Mauritius deb yoziladi ingliz tilida qaranglar. Okey, хорошо. Mavritaniya. Mo'g'uliston. To'g'ri, Rayhon yordam berdi. Mongoliya, Marokko, все. Va Marokash to'g'ri. Mongoliya to'g'ri. Bitta-bittadan yordam berishdi, xo'p. Qarsaklar. Okey. Bularga ham 100 dan beraylik.
Hajab 1000 dan beraylik. Yo, 100 dan ber. Qara, qo'rqishini bilatchi. Yetib olmaymiz. 47.000 bavarol qo'rqishini qara, 100 dan qo'sh deydilar mana. Yetib olmaymiz Azam aka. Tanlang. Saviyali savollar 800. Saviyali savollar 800. Oxirigacha o'qiy to'xtanglar. Nemis faylasufi Artur Schopenhauer uni sevmagan odam erkinlikni sevmaydi degan. Abu Ali ibn Sino esa aksincha u insonni halokatga olib keladi degan. Diqqat, savol u nima? Alkogol. Noto'g'ri. Minus ball. Yolg'iz bo'ri. Yeba! Yolg'izlik. Xarosh, brat. Gap yo'q. Mana bugun o'zim uchun Abuni boshqa tomonlama kashf qildim. Faylasuf user. Молодец. Давай. Berarmiz. Уже. Damaslar 1100. Damaslar 1100. Azam aka bosma iltimos. Damas itkami yo'qmi? Damasiga qara. Itkami yo'qmi? Yo'q. To'g'ri. Voy, real. To'g'ri. Qo'ychi videoni 11.000 ball. Bilasan, u itgan, brat 10x itgan ekan. Damas yutmazsa 12 tutganmi? Olmak zorunda hiç tanışmanız çeviriyor. Bo'ldi, давай. Shior yarat 1200. Shior Ey, yarat to'xta, 1100. muallifni top 1100 ko'raylik. Muallifni top 1100. Davay, let's go bro. Modifikator boshlovchidan xohlaganingcha ball so'ra, faqat arzirli. Da, do'stlar, bizani ko'rsatuvda shunaqa ham bo'lishi mumkin. Jam. Qara, Azam aka. Azam aka startda endi. Nuka. Men 1 million ball so'rayman. Voy bilan. Sigarnikanmancha, yeba. Sababchi? Sabab arzirli. Sabab Azam akadan o't ketish uchun. To'g'ri. Qo'shib beraman. Sim bilasani shu. Abuda 1 million 11 ming ball bor. Rayhonbek ozgina harakat qilsangiz yetib olasiz. Sizlar chiqib turinglar-da, Rayhonbek bilan o'ynab turinglar. Borib ketsa bo'ladi. Хорошо, давай, tanla. Abu. Damaslar 1000. Nima? Damaslar 1000. Shu kerakmi senga ming? Yo'q, bosmayman men. Modifikator o'zingizdan chapdagi odam bilan yeba! Kim men bosmadim? Sen bosding-ku. Sen bosding-ku. O'zingizdan chapdagi odam bilan Voy ballaringizdan. bilan cho'zib. Lekin chapda odam yo'q. Chapda odam yo'q, shunda Rayhonbekga o'tib ketadi. Siz chapimda odam yo'q-ku? Chapda bundoq ketadi. Yo'q, xona, смысле, o'ng tarafda bo'lsa to'g'ri bo'lar, chapimda odam yo'q. Rayhonga o'tadi. To'g'ri, Rayhonga o'tadi, lekin bu Gollivud filmi bo'lganda va bu hozir sud jarayoni bo'lganda, buni tushunsa bo'lardi. Po faktu bizga Gollivudamiz. Bilat, hozir nima bo'lib ketyapti? Cho'za xunyali. Yo'q, o'tmaydi. O'ng tarafda bo'lsa Azimaga ismini beraverardim. Реально, sorry. Rayhonbek, tabriklayman sizni 1 million ballingiz bor. Shunchalik omadsiz bo'lasanmi? Qara, birinchi 1 million. Yo'q, yozish kerak edi-da. Ye, реально, mashqqa shu hozir kommentatorlarga unaqa javobini qoldirishini so'rab qolamiz. Shu qarorimiz hozir to'g'ri bo'ldimi, yo'qmi? Обязательно izoh qoldiringlar. Qanaqa bo'lish kerakligini ham yozib qoldirsanglar xursand bo'lardik. Hech qachon yeta olmayman endi. 1 million baland bo'ladimi? Qaysi tanladim? Yo'q, bizda final bor. Bizda final bor. Azam aka tayyor turing, aka. Aka tayyor turing, ikkalamiz bosamiz hozir. Da, Abu, 900 da emas, boshqa iloji yo'q. nima nastroyen tushib ketdi? Rostdan nimaga narsalar tushib ketdi? Yutganmi yo'qmi? Da, yutgan 75 dan emas. Prekin, даже shuni ham ko'prayib yutmagan. Yutmaganmi? Yutgan. Damas. Ikkalari ham bir xil javob berdi. Rayhonbek to'g'ri Yutgan javob dedingiz berdi. billa. Men yutgan dedim. Men Men yutgan dedim. voy bilan. Yutmagan demadingizmi? Voy, 75 million so'm yutgan ekan. Bo'l, o'tqiz ko'rim kelmayapti. Ikki qo'ling bo'sh. Zo'r emas omad shovi. Hamma joyda Damasda bitta joyda pul. Aylanib pulga tushadi. Молодец, Rayhonbek. Bilmayman nimaga unaqa ball kerak sizga, конечно. 1 million ballingiz bor. Multfilmni topinglar. Muallifni top 9. Muallifni top 900. Muhabbat ne desang, ko'ngil ab. Yulduz Usmonova. La, topdi, молодец. Vashi, Хорош. bilarkansiz. Endi o'ziga qo'shiladi. Yoddan bilasan-a? Muhabbat ne desang ko'ngil ardog'im. Ishqning ko'chasida qizil yanog'im. Da, Abu. Shior yarat 1200. Shior yarat 1200. Gummaxona uchun shior ayting.
Rayhonmi siz bosdingiz. 1 million balni 2 million qilmoqchi. Gumma olib yeyish uchun ishlash kerak bo'lmish. Давай. Нормально. Нормально, мне нравится. Obed aldimlarga shunda gummangizda. Bundoq qo'yish kerak. Yaxshi. Endi bilan mashinaga oladi. Yaxshi, хорошо. Daychi. Shior top 1000. Shior yarat 1000. Ballaringiz minusga o'tadi degani zo'r bo'ladi. Dezodorant brendi uchun shior yarating. Oqligicha, qoraligicha. Bor-ku, bor, bu bor. Minus, yoqmadi menga. Dalshi siz. Bosib qo'ydimmi? Bos qo'ydingiz lekin. Endi sen aniq hind emassan. Yaxshi, хорошо. Qo'shib beraman. Nормально, yoqdi menga. Хорошо. Azamaki tanlang. Shior yarat 1100. Shior yarat 1100. Tualet qog'ozi brendi uchun shior yarat. Najdachkadan charchadingmi? Yo'q, unaqa yuzingizni qora qilmaymiz, yuzimizni qora qilamiz. Oo. Voy, blad! Endi tushundim. Yaxshi, хорошо. Shior yarat 900. Ballaringizni o'ng tarafingiz bilan alishing degan chiqsa, ders. Ajrashishga yordam beradigan advokatga shior yarating. Men bosmadim. Kim bosdi? Schopenhauer aytganidek senga yolg'izlik kerak. Нет. Bo'pti, boshlaymiz. Da bu. O'ylab turay hozir, ajrashishga yordam beradigan advokatga shior ayting. Xotiningdan bo'ldingmi? Rayhonmi siz unaqa yaratib ko'rarsiz. Endi sen xotiningdan ruxsat so'rab o'tirmaysan dachaga chiqish uchun. Uzun emasmi? Juda ham uzun-ku. Ne, yaxshi lekin. Hisoblanmaydi. Qancha bo'ladi? Yaxshi. Damaslar 800. Yo, Rayhonmi topdi. U aytadi, Rayhon aytsin, to'xta. Abusher aytmasin, bu Aytmasan. Rayhon yutdi. Aytmasan. Bo'ldi, Rayhon siz. Damaslar 800. Yo, to'xta. Yaxshi o'ylab bemalol. O'ylab ko'rarsiz, samno qilar ekan. Damaslar 800. Da, хорошо. Damaslar 800. Bu bratim yutganmi yo'qmi? To'g'ri. Nima, imini shu sonni ko'rganmisiz deyman, ha? Damas. Aka, shunday qilib qo'yishon. Mana yuzlarini qaragin. Damas. Yaxshi, хорошо. Qo'shdim sizga bal. Bizda esa do'stlar, ikkinchi raund o'z yakuniga yetdi. Final bahsi. Bizda final bahsi bo'ladi. Va bizda yakuniy ballar nimagadir Rayhonmida 1,13,800 ball bor. Azamekada 46,800 ta ball bor. Abusherda esa 8,301 ball. Okey, bizda esa final va finalda har bitta ishtirokchida yutish imkoni bo'ladi. To есть juda ham o'ylanib necha ochko yig'gan kim va shu qaralmaydi, to'g'rimi? Umuman qarang bo'ldi. Umuman qarang. Let's go. Mantiqan, to'g'ri. Всё, gaga Rayhon. Har bir insonda imkoniyat bor. Bizda final raund. Mana final raund kim oldiga? Yaxshi. Xullas, bizda final raundida faqatgina bitta kategoriya va bitta dona savol bo'ladi. Kim birinchi bossa? Va da, shunaqa bo'ladi. Sizlar xohlaganingizcha ball qo'ysanglar bo'ladi. Javob, to'g'ri javob. Uchalanglar ham hammanglar har xil javob bersanglar ham bo'ladi, hammanglar bir xil javob bersanglar ham bo'ladi. Oxirida haqiqatan to'g'ri javobni beraman-da, kimda ko'proq ball bo'ladigan bo'lsa, o'sha yutib ketadi. Hammani javobi inobatga olinadi. Hammani javobi inobatga olinadi. Sizlar o'zingizlar uchun hozir qaror qilib olishingiz kerak, qancha ball qo'yishinglarni. Ha, qarorim. Rayhonmidan boshlaymiz. Siz qancha ball qo'yasiz? 1 million. Yana 1 millionmi? Necha o'tiryapti otdilar. Yaxshi. Azam aka sizchi? Men hozir 999 million, 999 ming, 999. Real adusha qiynamoqchisiz ekanda, men to'g'rimi? Yo'q, chunki Rayhon ham men ham to'g'ri javob bersa, Beskanishsiz qo'yib qo'y. Undoq qilib. Xo'p. 1 ball. Wow! Ritser. Nimaga? Sen jinnimisan hozir qara. 8301 8302 qilib qo'y bo'ldi. Qara, ey. Yolg'iz bo'lmasin, jufti bo'lsin. Hozir даже Rayhonmi minus 1 million qilsa ham, ularda 13800 ball qoldi. Hop, mayli. Sen yutqizib qo'yasan hozir. Mayli, bir qo'sh bo'ldi. Yo'q, qabul qilinmasin. Bu o'zini qurbon qilyapti bu. Qilmayman.
Davay bir qo'shgan aytganim qilib. Yo'q. Aytganimni qilgin. Zadumkasi bo'lishi mumkin hozir. Блядь, допустим, хорошо. Давай. Ha, bo'pti. Unaqada mana bu 9 emas u 2 million qo'yaman. 2 million qo'yasiz. Хорошо. 2 million, 1 million. 1. Ладно, давайте. Tayyorsizlar? Diqqat. Final round. Oxirgi savol. Va bizda ushbu savoldagi toifani nomi pan yoki propan. Diqqat savol. 6, 7 yoki 8. 7 bro. Javobim tayyor. Hozir men misol uchun aytaman, noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri deyiladi, to'g'ri? Yo'q, yo'q, yo'q. Hammanki yig'ib olinadi. Yig'ivonlar oxirida to'g'ri javob beriladi. 7. 7, men ham 7 deb o'ylayapman. Хорошо, sizchi? 8. Хорошо, okey, хорошо. 7 Abu, 7 Teacher Azam va 8 Rayhonmi. Ya brat. To'g'ri javobga o'tamiz. 6 mi? 8 oldi. 8 to'g'ri javob. 7 Teacher Azam 2 million ball qo'lga kiritdilar. Men ham 7 dedim-ku. Ну да, sen 1 ball berding. Bu she'r lekin legendarniy ish qildi, afsonaviy ish. Shunda bizda umumiy hisobda Rayhonmida 13800 ball, Teacher Azamda 2 million 46800 ball va Abu Sherda 8302 ball. Va bizda lider bo'lib turib Teacher Azam yutdi. Atga 2 millionga ko'proq. 7 ball. Tabriklaymiz. Siz ushbu ventilyatorni qo'lga kiritdingiz. Qarsanglar, jus kirdi. Xursandmisiz? 2 million ballingizga. Xursandman. Rahmat Yelvakizator berganingiz uchun. Men buni albatta bundan foydalanaman. Endi paypoqlarim tezroq quriydi va umuman ishtirokdan juda ham xursandman. Zeriksiz? Qisiz? Shunday. Bo'ldi, bo'lmasam в целом yoqdimi sizlarga? Norm. Zor, strom. Albatta sizlar yozib qoldiringlar, sizlarga ushbu ko'rsatuv, yangi ko'rsatuvimiz yoqdimi va keyingi sonlarga qaysi mehmonlarni ham chaqirish albatta izohlarda yozib qoldiringlar. Ahror Alixonov kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar, chunki bu yoqda juda ham yangi va sifatli kontent chiqishi aniq. Shuning uchun albatta obuna bo'lamiz va ushbu videoga like bosib turib, keyingi videolarni ko'rishda davom etamiz. Bye bye. Bye bye. Gaplashamiz yerlar fucking pishirib